hozirgi kunga kelib uyda tom yoptirish necha pulga tushyapti? Shu videoni oxirigacha ko'rsalaring, shu savolga javob topa olasizlar. Unda biz videoni boshladik. Tom yoptirishni mana shu Bag'dodli usta akamizdan so'raymiz, necha pulga tushadi, hammasini to'liq ma'lumot beramiz. Mana shu ko'rib turgan xonadonlarni ponni hozir tomini yopishyapti degan, o'zi aytishlaricha noldan ko'tarasizlar uyda. Ha, noldan Shu ko'taramiz. turpaqdan sekin boshlab betonni g'ishib, ponni bitirib chiqib ketasizlar, kalitni berib. Shunaqa yo'llarda qilib berishaverar ekan. Hozir bu xonadonda o'zi g'ishda ko'tarib qo'yishgan, tom yopishyapti ekan. Endi aka sekin o'zingiz tushuntirib berasiz. Bu qanaqa fason bu? Juda antiq bu, chirpisaga o'xshab ketar ekan. Ha, yangi chiqqan fason bu, 1 yildan beri. Ha, tunukan bu. Ommalashdi, profnasil. Profnasil. Oldi chirpitsali tunka, tepasi oddiy profnasil. Ha. Bu yerga to'rlik tunkadan foydalandik. Qalinligi 4. Qalinligi 4,5 5 bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Ha. Xo'p, buni rekalarini o'zlaring to'qib, chiqib qilyapsizlar. Bu uydagilar o'zi fason tanlashdimi yo o'zingiz tavsiya berdingizmi? Ha, asli boshqacha fason edi bu. Uy egasiga tavsiya berdik. Proyektini chizdirib, misol shuni. Shunga o'zgartirdik. Biz kelganda seysmogador tayyorada seysma qo'yilib, to'sin tashab, zardivol urib, g'ishlarini urdik. To'sindan o'zlaring lomboz qildik buni ichiga. Rosa 15 kunda shu holatga keldi. 15 kun. Yana necha kun ishlaysizlar? Bo'ldi, bugun oxirgi kun yakunlanyapti ishimiz. Ha. Mana patologiyachi. Yo'q, patologlari keyin, suvoqdan keyin bo'ladi bu. Tunkafonlari. Tunkafonlari. Tunkafon xizmatlari. Ha, o'zimiz. Ha, hozir mana shu prop master dedingiz, keyin nima? Shipper bor. Shipper ham qo'yib beraverasiz. Ha, shipper ham qo'yib beraveramiz. Hop, endi narxlarni bitta ajratib olsak. Narxlari endi bu joyda qilgan ishimiz, to'sin bosib lomboz qildik. To'sinni donasini 50 mingdan, lomboz kvadrat 50 mingdan, tomni kvadrat 50 mingdan 100 minggadir. U tomni fasoniga qarab. Fason. Mana shu necha pulga tushadi? Mana shu holat 50 ming. 50 ming so'mdan. 100 mingga qanaqa tushadi? Hozir bu 50 ming bo'lsa, uniki boshqacha, uni fasonlari. Proyektga qarab qilinadi u narsalar. Bu oddiyligi uchun. Lekin oddiy emas u. Biz uchun oddiy endi bu. Bu yangicha, to'g'risi men shunday uyga, xonadonga kirdim-u, meni ko'zimga birinchi bo'lib tom ko'rindi. Chunki yangicha fasonda ko'rinishi eski chirpitsalar eslatadi-yu, unaqa chirpitsa sinib ketmaydi. Bu tunukan, baquvvat to'rligidan bo'lgani uchun, lekin fasonga gap yo'q. 1 kvadrati 50 ming so'mdan. 1 kvadrat 50 ming so'm. Buni shipperchi. Shipper donasi 50 ming. Donasi 50 ming so'mdan qoqishlar. Bu reka pikalar ichiga kirib ketaveradi. Hamma yo'q ichida. Ha, buni ham reka pikasi qoqishlar 1 kvadrat ichida 50 ming so'mdan kirib ketadi. Endi savol, mana hozir o'zimga ham qiziq. Mana shu yerda necha kvadrat joy? 600 kvadrat. 600 kvadrat. Ha, tomni o'zi. Tomni o'zi. To'sin nima alohida? Yo'q, ular alohida. Ha. Lombozi 260 kvadrat chiqadi. Tomi 600 kvadrat. 600 kvadrat. Bu chirpitsa mana shu o'xshagan fasonimizdagi nimalarimiz necha puldan ekan kvadrat? Ha, buni 1 metri. 1 metri. Ha, metri, shu kvadrat desangiz ham bo'laveradi. 60 mingdan ekan. 60 ming so'mdan. Reka alohida. Ha, reka alohida. Bu joyga 40 millionlik taxta ketdi. 40 million общий. Strapel demovka keyin 45 million profnasilga ketdi. Yo'q, 45 million. Общий endi uni aksessuarlari bor-da buni. Tarnovi bor, kanyogi bor. Mana hozir bolalar qotiryapti. Hozir ish davomida hali ishimiz bitgani yo'q. Ha. Mana shu to'sini bilan, tom loy bosti bilan, tom bilan общий necha pul ketdi? Общий usta haqi bilan 12 ming dollarga boryapti. 12 ming dollarga tomni, to'sin, g'ish, lomboz, profnasil taxtalari bilan. Bugun hali hisobladik videogasi bilan. To'g'ri 12 ming dollarga boryapti. Joy kattaligi uchun mana 10 ta xona bor-da buni ichida. 10 ta xona tomi. Ha, tomi. Yo'q, qoyil, juda baquvvat, ham chiroyli, ham sifatli ishlar. Mana turbalar to'qilgan. Ha, bularni o'zimiz o'rnatdik. Konteyner, firmalarda Yangiqo'rg'ondan olib kelib o'rnatdik ularni. Ustunlarni. Ha, ustunlar bor. Ularni o'zimiz. Ha, o'zimiz. O'zi asli noldan chiqamiz biz. Bu joyga endi rizqimiz sal kechroq qo'shilib qolgan ekan. Tomini yopib berasizlar. Xudo xolasa, tunukafonini ham qilib berasiz. Ha, xudo xolasa. Shuvog'ini ham qilib berasizlar. Yo'q. Ya endi o'zlaring qo'llaymiz. Ha, qo'limizdan kelmaydi. Tanishlar bor xolos. Ha. Hamma o'zining ishini qilgani yaxshi-ku. Shunga hamma yo'lni qilib beraveraman deya olmayman. Qo'limdan kelgani shu.
lekin juda chiroyli chiqibdi. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Aka, sizlar qat-qatgacha borib ishlalasizlar. Biz o'zi asli Toshkentda ishlaymiz. Toshkentda Bu qishloq joylar, o'zimni qishlog'im shu joy, misol Bag'doddanman. tug'ilib katta bo'lgansiz. Akaxon topib bering, imkonni yopib bering deganim uchun. O'shaning uchun g'ishurish sizlarga nasib qilmaganda U yoqda bo'lganmiz. Asli bir 2011-yildan shaqat Toshkentda ishlaymiz. Qurilishda. Toshkent. Samarqand, hozir bu videodan keyin Buxorodan Buxoroda ishlaganman, misol gastitsa qurganman Buxoroda. Yangiyo'lda misol, keyin Sirdaryoda ishlayverasizlar O'zbekistonda. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Agar shu videoni Qirg'izistondan ko'rib telefon qilsalar-chi? Boraveramiz. Boraverasizlar, ha? Kelishilgan holda. Kelishilgan holda boraveramiz. Qilib berilaveradi. Xo'p. Endi o'zingiz qishlog'ingiz bo'lgani uchun bu yerda o'zingiz uyingizga ketyapsiz, Toshkentda ishlaysiz, yotdi joylarda ham qilib berishadi. Qilib berishadi. U yoqqa chiqqandan keyin narxlar ham qimmatlashadi. Ha, kelishadi. Haligi yolg'on gapirmaslik uchun to'g'risini aytdim 50 mingdan deb. Lekin Toshkentga chiqsak, chetga chiqsak narxlar o'sha joyni narxiga qarab ko'tariladi. Jindan qo'shiladi. Aytdim-ku 50 mingdan 100 mingga deyapman. Shuni hisob. Ha. Masalan, Toshkentda ustalar narx bilan to'g'ri qilib beradi. Ha, qo'yib. Lekin agar shu videodan ko'rib, hoziroq telefon qilib qildirmoqchi bo'lgan odamga sal skidka qilib berasiz. Ha, skidka qilib beramiz. Qilib beriladi. Hozirgi kunda ayniqsa mana erta bahor. Tom yoptirasizlarmi, devor urdirasizlarmi yoki tunuka ham qilasizlarmi? Xohlaganlaringiz telefon qilaveringlar. Birinchi bo'lib telefon qilgan odamga narxlar arzon qilib skidka qilib berishadi. Telefon albatta Narx-Navo kanalidan ko'rib telefon qilyapman, birinchi men telefon qildimmi desangiz, ha desalar, sizga skidkasi bor. Aka, ishlaringga rivoj, to'g'risi havas qiladigan darajada ish qilib beribsizlar. Uy egalariga ham o'zi yoqqan bo'lsa kerak. Endi xijolat bo'ldilar uy egalari videoda nima qilganim. Albatta, shunaqa xalqimizga shunaqa chiroyli uylarni qurib berib, shunaqa chiroyli tomlar yopib berib, duolar olib yurish nasib qilsin hammalaringga. Rahmat kattakon. Aka, kattakon. Sog' bo'lasiz. Nechidan nechigacha telefon qilasizlar? 24 soat telefon. 24 akam uxlamaydilar ekan. Albatta ertalab 8 dan 9 gacha, kechki 9 gacha telefon qilaverasizlar yoki Telegram orqali, ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilsalar, kelishilgan holatda baribir bu narsa endi ustochilikda xizmat haqqi bo'lgani uchun siz uyingizni o'lchab aytib bersangiz, hisob kitob qilib chiqarib berishadi. Chiqarib beramiz. Rahmat aka, obunachilar bilan xayrlashib qo'yasiz. Telefon qilaverasizlar bemalol. Telefon qilaverasizlar bemalol, xizmatdamiz. Charchamanglar aka, kattakon. Aziz obunachilar, sizlarga ham kattakon rahmat. Ustochilik, usta haqqi xizmat kerak bo'lsa, usta akalarimiz mana hozir sizlarni alohida olib qo'yganmiz. Kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Videoga vaqtlaringizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.